Assalomu alaykum. Ushbu videoda uy sharoitida qanday qilib lazerli printerlarni kartrejini rang bilan to'ldirishda ko'rib chiqamiz. Qanunda boshladik. Birinchi o'rinda ko'p qismida shu ikki yonida o'qi bo'ladi. Pinset yoki uchli ronasi bilan ajratib olish mumkin. Hamda ajralgan ikki qismni birinchi bo'lib musorlarni to'kib olamiz. Barabanni shu qismidan ajratib barabanni chekkaga olib turamiz va tagidagi karatron qismini ham ajratib, rakelni ostida to'planadigan musorlarni birinchi bo'lib to'kib olamiz. Rakel ostida to'plangan keraksiz musorlarni bizda maxsus joy bo'ladi, shu yerga to'kamiz, lekin video uchun hozir bitta varaqchaga to'kib turaveramiz, ko'rishingiz mumkin. Xo'p, buni qaytib ishlatib bo'lmaydi, musorga topshirib yuboriladi. Keyingi qismi rakelni ham bir qator artib tozalab, yana joyiga qatiramiz. Asosan ustki qismini yana bir qator artib olamiz. Rakelni yaxshilab tozalab, kontaktlarni ham tozalab qo'yish esdan chiqmasin. Bunda karatronni ham shu tarzda tozalab o'rniga qo'yamiz va barabanni shunaqangi bir qator artib tozalasa yana ham yaxshi bo'ladi va o'qini yana joyiga qatiramiz va bir aylantirib ko'ramiz. Xo'p, deyarli bu qismi tayyor. Endi rangini yaxshilab aralashtirib ochib olamiz hamda bachoy qismiga qo'yishni boshlaymiz. E'tibor berasizlar, shu qismida ham bolt bo'ladi. Yaxshilab yechib olib, mana bu qismida esa ko'rishingiz mumkin, yarim oysimon shakli doim odatda yuqoriga qarab turgan bo'ladi. Nariga qopqoqda ham shu oysimoni bir-biriga to'g'ri kirishi kerak. Bo'lmasa biroz noqulaylik bo'lib tushmay qoladi. Xo'p, ichidagi musorni to'kib, endi yangi rang qo'shishni boshladik. Biz odatda varankada quyilsa yaxshi, lekin uy sharoitida misol oddiy quyilish yo'llarini ko'rsatyapmiz. Rangini to'liq tugagach, yana buni bir silkitib, rangini ichkariga tushirib olamiz hamda magnitni yana o'rniga qatiramiz. Bir qator aylantirib ko'rib, yaxshi aylanayotganiga amin bo'lib, bu yarim oy shaklidagi korpusni yana joyiga qatiramiz va boltini joyiga qatirib, yana bir qator artib, chiroyli holatda mijozga topshiriladi yoki yana uy sharoitida ishlatishingiz mumkin. Va endi shu ikki qismni yana bir-biriga biriktiramiz, ko'rishingiz mumkin. Va o'qlarini yana joyiga qatiramiz. Uy sharoitida deyarli 5-7 daqiqada o'zingiz qilishingiz mumkin. Shunaqangi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga kattakon rahmat.